turibdi. Sveta, открой люк. Endi bizda ruschada aytish qulayroq bo'lgani uchun Assalomu alaykum barchaga. Mana Rover M7 modelida ko'p kommentariyalarda o'qiyapmiz, ko'p savollar bo'lyapti. Голосовой управленияda faqatgina Madina so'zida ishlaydimi degan so'zlar. Yo'q, hurmatli podpischilar, kuzatuvchilar, xohlasangiz rus tilida mana ko'rsating. Xohlasangiz ingliz tilida, xohlasangiz rus tilida hamda o'zbek tilida. O'zbekchada turgan bo'lsa, o'zbek ismlarini qo'yasiz, xohlagan ismingizni qo'yasiz. Rus tilida turgan bo'lsa, rus tilida biror ismni qo'yganingizdan keyin mana qo'lim mana ko'rsating. Hech qayerda tegmayapman. Mana Svetada turibdi. Sveta, открой люк. Endi bizda ruschada aytish qulayroq bo'lgani uchun, tom oynani och degancha открой люк qulayroq. Rus tilida qo'ysangiz ruscha, o'zbekchada qo'ysangiz o'zbekcha, inglizchada qo'yadigan bo'lsangiz inglizcha sizga savol javob qiladi. Undan tashqari bizda sun'iy intellektda standart, doktor, yurist degan joylari bor. Misol uchun doktorga qo'yadigan bo'lsangiz, qandaydir kasallikka javob topadigan bo'lsa, hozir bilamiz, ko'pchilik ChatGPT dan so'raydi. Xuddi o'sha narsani bajarib beradigan narsa bu. Ism tomonlama ham xohlagan ismingizni, qizingiznimi, o'g'lingiznimi ismini yozib qo'ysangiz agar, o'sha ismni aytasizlar, bajarib beradi. Videomiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Podpiska, laykni ayamang.